Dada, bu so'z yillar davomida menga tayanch bo'lganini endi tushunayapman. Yosh edim. Sizning biz uchun qilayotgan mehnatlaringizni yaxshi anglamagan ekanman. O'zingizga ham yordam kerak bo'lgan vaqtda oilamiz uchun tinim bilmaganingizni qadriga yetmabman. Ba'zan ojiz qolsangiz-da kuchli ko'rinishga harakat qilganingizni sezmabman. O'rinli dakki berganingizda xafa bo'lgan yillarimga achinaman. Vaqt ortga qaytganda siz bilan ko'proq vaqt o'tkazgan va ulg'ayishga oshiqmagan bo'lardim. Dada, men ulg'aydim. Ba'zan yiqildim, ba'zan kuchli bo'lishga urindim. Hayotimda sinovli kunlarim ko'p bo'ldi. Shunday kunlarimda menga sizning ishonchingiz yana qayta oyoqqa turishimga sabab bo'ldi. Sizga loyiq farzand bo'la olyapmanmi degan savol meni har kuni o'ylantiradi. Bizga sarflagan go'zal umringiz va yillaringizni oqlay olyapmanmi? Sochingizdagi oqlar, sog'lig'ingizdagi ba'zi muammolar bizni bekamu ko'st o'stirishingizda qurbon qilganlaringiz bo'ldi. Alloh sizdan ikki dunyoda ham rozi bo'lsin. Duolarimning bari siz uchun dadajonim. Sizni ba'zan xafa qilib qo'yadigan men farzandingizni kechiring. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman.